Google brauzeriga kirib olamiz va qidiruv oynasiga dvprogram.state.go saytiga kirib olamiz. Mana hozir Electronic Diversity Visa Program. Ushbu oyna ichida biroz pastga tushamiz, check status tugmachasini bosamiz. Sayt biroz qotadi va keyingi oyna Welcome Entrance Status Check Instructions Continue tugmachasini bosamiz bu yerda. Xo'p, ushbu oyna ichida bizga kerakli ma'lumotlar, ya'ni confirmation numberlarni bu yerga kiritamiz. Misol uchun 2025 bilan boshlanadi deylik. O'sha harf nomerlar berilgan bo'ladi. Ikkinchisida last family name, ya'ni last name yoki family name. Bu yerda biz familiyamizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun meniki Yuldashev. Keyin 3-oynacha tug'ilgan yilimiz 2000-yil. 4-oynacha bizga berilgan kod, ya'ni o'sha bizga ko'rinib turgan kodni bu yerga kiritamiz. EPW95 va submit tugmachasini bosamiz. Xo'p do'stlar, green karta javoblarini tekshirganimizda agar bizga mana shunday javob ko'rinadigan bo'lsa, ya'ni congratulations, you have been randomly selected. Tabriklayman, bu yerda siz green karta javoblarini yutib olganingiz haqida ma'lumot beryapti. Yoki-da bizga boshqacha javob ham berishi mumkin, ya'ni mana bunday. Has not been selected. Bu